1 minut ichiga zonalaringizga kelgandan keyin tasdiq olib savdo qilishni ko'rsatib beraman. Keling. Xo'p. Deylik sizni blogingiz bor, order blog yoki demand zonalaringiz bor deyilgan, mana bu demand zona bor, narx o'sha zonaga keldi. Siz shu nuqtadan sotib olmoqchisiz va tasdig'ingiz qanaqa bo'ladi? Agarda bizda H1, M30, M15 time frame da bo'ladigan bo'lsa, biz kichkina time frame, ya'ni M5 time frame ga o'tamiz va M5 time frame ga o'tadigan bo'lsak, narx nima qilib keladi? Minimumdan yangilab, maksimumdan yangilab keladi va bizning tasdig'imiz eng oxirgi maksimumni buzishi, ya'ni MSS qilishi. Ya'ni market struktura shift yoki choch, ya'ni change of character bo'ldimi? Bo'ldi. Sirazi arkadadan kirib olamiz va stop lossni mana shu minimumdan qo'yamiz va narx shu bilan shu nuqtadan chiqib ketadi. Va undan tashqari bizda M15 ham engulfing qilib yopilib beradi, M30 shu nuqtadan yashil yopilib beradi. Keling endi buni nimadan ko'rib chiqamiz. Xo'p, bizani M15 time frame ga oladigan bo'lsak, bizani nima? RBR, ya'ni rally bez rally zonamiz bor shu nuqtada. Mana rally bez rally. Qaytib zonamizga kelyapti va biz M5 time frame ga o'tamiz. Bo'ldi, M5 time frame ga o'tamiz va M5 time frame ga o'tgandan keyin mana e'tibor beringlar. E'tibor berib qarasak, mana bu nuqtada nima? Minimum bilan yangilab kelyapti, maksimum bilan yangilab kelyapti. Endi bizda eng oxirgi maksimum hozircha bu. Endi zonamizga kirib keldi, endi ko'ramiz. Xo'p, mana eng oxirgi maksimum endi mana buni hosil qildi mana. Liniyaga olib qarasalaringiz ham bo'ladi. Eng oxirgi maksimumimiz shu. Agarda shuni buzadigan bo'lsa, bizga tasdiq bo'ladi. Hop, mana qaranglar, e'tibor qiling. Mana maksimum nima bo'ldi? Yangilandi. Bizning interimiz mana shu nuqtada bo'ladi. Mana buzgandan, sirazi svechani buzgandan shu nuqtadan biz entry qilamiz. Keyingi svechasidan, mana keyingi svechadan biz entry qildik va stop lossimiz mana shu minimumni pastiga yoki-da zonani pastiga qo'ysalaringiz ham bo'ladi. Bizda katta struktura bo'yicha olamiz, katta time frame da va birinchi take profitimiz eng oxirgi maksimum bo'ladi. Dalishini qolganini ko'ramiz. Ketdi qani. Bot, bizning take profitimiz bor bo'ldi. Tradingni mana bilan o'rganmoqchi bo'lsanglar, hoziroq menga obuna bo'lib qo'yinglar. Shunga o'xshagan strategiyalarni o'rgatib boraman va tradingni noldan o'rganmoqchi bo'lsalar, shunga o'xshagan darsliklarni tayyorlab qo'yganman. Hoziroq qo'lga kiritish uchun kommentariyada plus belgisini qoldiring.